Assalomu alaykum, hurmatli Solar Nature Namangan rasmiy diler kuzatuvchilari. Namanganda yana bir klientimiz quyosh paneli yaxshi effekt bermaganligi masalasida bizga murojaat qildilar. Klientimiz oldin bu sohaga aloqasi vobshe bo'lmagan qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislarga quyosh panelini o'rnatirgan ekanlar. Oradan oylar o'tgach, ko'ngillar to'lmasdan bizga murojaat qildilar va biz kelib ko'rganimizda montaj ishlarida xatoliklar va sifatsiz mahsulotlar borligini aniqladik va o'z mutaxassislarimizni jalb qilgan holatda barcha muammolarni hal qildik va qilgan ishlarimizga rasmiy diler tomonidan o'z kafolatimizni berdik. Oldingi va hozirgi to'kishlab chiqarish jarayonini farqini rasmlarda ko'rishingiz mumkin. Sizga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Solar Nature'ning Namangandagi rasmiy dilleriga murojaat qilishingizni so'raymiz yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.